mana bu ikkalasidan qaysi birini olsam ekan? Bu ham bir-biridan chiroyli, uni ustiga ko'ylagimga mos rang. Ikkalasini ham olaman. Voy, hali ham arzon narxni qidirib yuribsizlarmi? Kelinglar, ishonch do'konida rosa iskitga o'zingizga oling, qarindosh urug'laringizga, yaqinlaringizga yangi yil bayramiga zo'r sovg'a bo'ladi. Voy, eshitmadim demanglar. 15, 16, 17 dekabrda ishonch do'konida tilla taqinchoqlar bozor narxida. Ana ko'rdinglarmi? 1 grammi 1,50,000 so'mdan. Zo'rmi? Qulay xizmat, garantiyasi bor. Ustamasi yo'q. Hammasi bir joyda. Kelasiz, shundoq taqib qo'yishadi. Aytat. Yangi yilda xarajatlarim bor, boshqa narsaga pul ishlataman deb turibsizmi? Unda ishonch do'koniga kelavering. Mana shularni-chi bo'lib ham berishadi. Pensionerlarga ham hammasiga. Ay kelin poshshalar, qaynonani yuragidan joy olay desangiz, yoqay desangiz, kelinglar. Ishonch do'kondan tillalar olinglar. Yangi yilga sovg'a bo'ladi.